Hello YouTube arkadaşlar bilan men Shuki. Bugun sizlar bilan imperiyamizni rivojlantiramiz, ikkinchi qism, ya'ni imperiya quramiz. Do'stlar, oldingi videoyimda men mana bu nima qilgan edim, oldingi videoyimda kecha qo'ygan videoyim mana bu uyni qurgan edim. Voy, buni bu yerga ochib bo'lib ketdi. Menda как раз suyak bor edi. Hozir birdan suyak olib bu itga beraman. Qani bu? Voy, yaramaz, yeb tashlabdi. Mening itim oldu sen. Yo'q, yana berishim. Endi itim oldu. Va afsuski buni ham yeb qo'ymasa bo'ldi endi. Buni yemasa kerak endi do'stlar. U videodan keyin men mana bu uyni qurdim bitta jitilga va keyingi videoda jitil olib kelamiz do'stlar. Hozir mana meni itim ham bo'ldi. Endi hozir nima qilamiz? Biz mana bu yerga daraxtlar ekkan edik. Bu daraxtlarni chopib olamiz. Do'stlar, aytganimdek umuman men survival qilmayman. Uzr do'stlar, umuman men kreativ qilmayman. Faqat survival, ya'ni выживание o'ynayman. Va o'lib ketmaslikka ham harakat qilaman do'stlar. Bu yerda daraxtlarni ham chopib olamiz va fermaga qarab ketamiz. Yo'q, hali ham fermayam. Bu yerda esa bitta qo'y bor, qo'y. Hozir esa yotib uxlaymiz biz. Yotib uxlay olamiz. Mana do'stlar, ertalab ham bo'ldi. Va biz bundan yana olamiz ko'proq, ya'ni işte 4 ta ham bo'ldi. Bizga 4 ta yetadi malol. Biz orqaga, tomorqaga, ya'ni hayvonlar turishun joy ham qo'yganmiz. Mana ko'rib turibsiz. Bunga hozir hayvon kerak. Eshak bor ekan, eshak. Ikkita eshak bor ekan. Eshak nima yeydi o'zi? Qani ko'rishchi, nima bo'larkan eshaklarga? Voy, ifloslar bekorga yeb ketar ekan. Maslahatim do'stlar, umuman eshakka narsa bermanglar. Eshakka narsa bermanglar. Mana bitta daraxtni. Endi u daraxtni olib sразу mana bu yerga ekib qo'yamiz. Va mana bu qo'yni ham chaqiramiz. Mana qo'yvachcha. Mana bu olmani olib yo'lga chiqamiz. Bo'ldi, oldik do'stlar. Qo'yvachcha, bakka qo'yvachcha. Qo'yvachcha. Bizga qo'ylarga ham kerak, uyini olamiz. Konga tushib ancha oltin narsa yig'ib olganman. Mana ko'rishingiz mumkin. Keyin ham qo'yvachcha. Hozir qilmaymiz, orqaga tur. Mana bo'ldi. Qo'yvachchaga ham narsa tugadi. Tak do'stlar, endi biz nima qilamiz? Qo'yni junni olish kerak. Qo'yni junni oladigan qayerda qoldi ekan? Shu yerdan ekan. Bu yerda bor ekan, yoki olaveramiz hozir. Qo'yni junni olish ham kerak. Ish emas. Undan o'rniga biz yana jitellarga uy quramiz do'stlar. Uning uchun yana bizga ozmuncha ancha daraxt kerak bo'ladi. Daraxtlarni olib ketamiz. Bu yerda daraxtlarni 14 ta bo'ldi daraxtimiz. Bir stak daraxt yig'amiz-da ularni qurishni davom ettiramiz do'stlar. Yeni hayvonlar bo'lsa o'zimizni fermamizga olib ketamiz. Hayvonlar bizga kerak.
hayvanlardan narsa olsa bo'ladi, sigirdan sut qilsa bo'ladi do'stlar. Shuning uchun ham bizga kerak ular. Yoki to'sh qilamiz do'stlar. Voy o'tib ekan, bu yerdan chiqolmaymiz. Do'stlar, kanalimizda obunachilar soni o'tgan videodan keyin ham baribir ikkita bo'lib qolmoqda. Do'stlar, iltimos kanalga obuna bo'lib qo'ying. 10 ta obunachi bo'lishga yaqin oz qoldi. Hali 3 ta ham obunachimiz bo'lganimizda yana 10 ta obunachi bo'lamiz do'stlar. Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'ying. Axir obuna va like bosib qo'yish tekin. Shuning uchun ham aytib qo'yaman. Do'stlar, va bu kanalda boshqa o'yinlar ham chiqishi mumkin, let's playlar ham bo'lishi mumkin. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun ham yana bir bor like bosib qo'ying. O'z sog'lig'ingizni do'stlar, mana daraxtlarimizni ham olib kelib oldik. Endi esa ozmuncha tosh yig'ib olishimiz kerak. Chunki biz endi ularning yonini toshdan qilmoqchimiz. Bunda 4 ta 16 ta kerak bo'ladi. Xo'p, biz o'tishda bor ekan. Do'stlar, kech ham bo'lib qoldi. Ketishimiz kerak uyga. Uyga kirib dam olib, ertaga davom ettiramiz. Buni ismini men Lapar qo'yaman, Lapar. Lapar, yaxshi Lapar. Kiriga Lapar. Urushib yurgan zombilar bilan. Lapar o'z zombilar bilan rosa urushadi, Lapar. Lapar. Aytdi, ko'rlaring do'stlar, zombi desam yo'qolyapti. Kravat слишком далеко. Nima degani do'stlar, bu bilmayman u. Lekin uxlayveramiz biz. Birinchi bizga lapat kerak, lapat bilan yo'l qilishimiz kerak. Mana shunday yo'l qilamiz. Bu uyni men jarlikning yoniga qurmoqchi emasman. Shuning uchun ham yoqqa yo'l qilamiz va men bunaqa olmoqchiman, ya'ni yer. Loyimida yerma farqi yo'q. Shunaqa olamiz do'stlar. 29 ta bor ekan o'zimizda. Zemlya ko'rmoqman. Mana qo'ydik. Yerga va bitta qoldi. Voy do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Yo'l qilamiz. Mana bu yerga tiray qolay, tur. Uyni endi bu tarafga quramiz. Tak. Tugasadan keyin edi. Mana tanatga qoldi do'stlar. Uyimizni mana shu yerga qilamiz. Birinchi bo'lib bizga tosh kerak. Bunday qilib mana shu yerga qilamiz uyimizni. Menimcha bo'ladi mana shu yer. 1 2 3 4. Keyin esa bir stak olamiz. Bir stak yetadi. Bitta uchun bir stak bemalol yetadi do'stlar. Mana bir stak bo'ldi. 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Yağga 1 2 3 4. 1 2 3 4. Bunu alamiz. 1 2 3 4. 1 2 yana 1 2 3 4 va mana bu yerga qo'yamiz. Mana yana 4 ta qo'yib oldik. Uy, вообще tumoq qoldi. Farqi yo'q. Bo'laveradi.
Bir yemini 4'te koyamız. Doğru oldu benimce. Bana bir yem, bana bir yem. Ve bitti bana ortaşımız. Bunaqa oddiy joylarda xato qilmash kerak aslida. Tepasiga endi hozir do'stlar tepasiga nima qo'yamiz? Tepasini oddiy taxta bilan yopaveramiz. Unaqa qilish uchun bitta versiyaga olamiz. Versiyaga qo'yib, mana shudan yashab olamiz. Tak, 1 2 3 4 yetadi ekan do'stlar. Mana do'stlar, voy yerga qo'yib yubordim. Voy. Voy yana bitta yerga qo'yib yubordim. Voy yana bitta. Olamiz pastagisini. Bitta yerdan qoladi endi desam. Yo'q, nega bitta yeramadi? Voy do'stlar, yana tepaga chiqib olishimiz kerak. Sevimli bilan chiqib olamiz. O'layin. Yerasa qiyinlashib ketdi. Yo'q, yana bitta blok qo'yib keyin chiqishni boshlaymiz. Voy do'stlar. Undan ko'ra unday qilib. Voy do'stlar, bundan chiqaryapman. Va mana, voy ko'ryapsizlarmi do'stlar? Osonlik bilan chiqib oldim-ku. Voy. Buni qo'yolmadim. Do'stlar, nima deysizlar? Nima deya olasizlar? Aytinglarchi menga. Uyni oxirigacha qurib qo'yishimiz kerak, albatta do'stlar. Shuning uchun ham kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Obuna bo'lsangiz uyni qurishda davom etamiz. Demak, siz obuna bo'lib tutyapsiz. Shuning uchun biz videoni davom ettiryapmiz. Oxiri nomingni lapar PUBG qilib qo'yaman. PUBG o'ynab yurasan keyin. Tepasiga esa bunaqa blokdan qo'ymoqchiman. Mana shunaqasidan toshli blokdan yaxshi chiqadi degan umiddaman. Mana ko'ramiz. Zo'r chiqdi uy deb ayta olmayman albatta. Do'stlar, 3-chi bo'lsa 4-chi qilish kerak edi. Ha, bo'ldi, to'g'ri qilibman. 4-chida bitta qilish kerak. Men arxitektor emasman, shuning uchun ham bu uy bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, albatta. Yoqmagan bo'lsa ham kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yavering. Keyingi videoda qishloqqa shitlar olib kelamiz, ya'ni imperiyaga.